Hammaga salom deydi. Boshlayman. Salom guys. Salam bilan yana o'sha Mega Rizer. Bu videomizda men Dalboyevskiy bosishga yana bitta tarafing bor bot. Beta versiyonu. Bunu qaysi biri o'tishgan? Yarashdi. Bizning ishimiz beta versiyani sizlarga obzor qilib berish. Endi go. O'zbekiston. Birinchi videoni qo'yamiz. Boshlamasa bitta Короче, men beta versiyada o'zbek tilini qo'ya olmadim. Shunga uzr. Hozmani kirib kelishda mana bunaqa bu menimcha yangi qo'shilgan narsalar ana shunaqa bo'ladi. Samolyotga chiqish esa har doim oddiy. Event joylashuv Pochinki bilan Yasnaya Polyana. Menimcha pastda event bo'ladi. Chunki tepada esa mana bunaqa joylarga ketish kerak edi. Lekin event tepada bo'lsa zo'r bo'ladi. Bunda Pochinkiga qarab qo'y. Hozir ko'rib qoldim. Oldimda odamlar bor ekan. Ikkita odam bor ekan. Watch out! Katta joy mana bu. Nima Sardor yo'q, Ali Gaming. PUBG Mobile'dan ko'rdim. Eventni ochiladigan joyini. Odam edi. Dedim-ku. Eventda bug'lar juda ko'p. Obzor qiladigan bo'lsak. Wow. Nima bu? Mana nima? Ekin ana shu nimada Xonni badga hozirga o'shani uronni kuchaytirar ekanlar. Keyin bu nima? Bu spider. Spider. Bu spider. Scorpion emas bu. Что просто? Keyin mana narsa qo'shilar ekan. Wow, menga eventni umuman bu
ana obnovleniya manga yoqmadi deyotgan joyimda anaqa narsalarni ko'rdim-ku, yoqib boshladi-ku. Oy, seryo'zmi bu? Hozir men boyagi odamni yana tutib olib o'ldirdim. Menga kulib aytarsan, bo'lsan dedi. Yapamsan dedim. Berdim. Kim ekan bu dedim. Kim aniq narsa qo'shadi. Chiqing akam. Kema joyim ochildi. Ochildi. I got supplies. Ya, qalasizmi? Pezg'onasizmi? I got supplies. Lütfen ben Borat. Bana bike gelir. Açıp gitsem derak gedip ortasından yürümeyiz. Endi eventga boramiz. Kim bo'ldi e'tibor bermayotgan joyim. Vah, xo'ja katta daraxt. Shunaqa katta daraxt ko'rmadim. Ko'r ekanman-da. Hop. Bu qanday qilib kirsa bo'ladi? Kirib ketdim. Bag topaman o'zim. Hop. Okey. Bizamiz nima joyga? Chiqib bo'lmayotdi. Lekin Razer hamar har bir ishni uddalaydi. Endi kartadagi boshqa joylarga. Masalan, endiga mana bu yer. Ya'ni qanaqadir gulga o'xshaydigan joy. Demak, u yoqqa ham boraveramiz. Keyin bu yangilanishda ana nima desam? Botlar uzoqdan zo'r o'ynar ekan. Masalan, pretselni ochib bang bung qilib otib tashlashi ham mumkin ekan. Shuni aytib qo'ymoqchi edim. Hop, gulga ham kelib aytgan gul ekan.
gulga o'tamiz. Opangizki jonim to'ldirib olay. To'ldiray jonimni. Keyin bilayam o'ylarmikan? O'ldirgandan keyin. Gulni o'ldirgandan keyin yondagilar ham o'lishdan keyin open. Okay. I got supplies. Hop. Kiyim berdimi? Kiyim berdi. Hop. Kiyimni narxini bilmam. Endi ikkinchi joy. Keyin bu o'rgimchak skorpionni chayonni mana bunaqa qilib birinchi litsoda meni bo'lmas. Zo'r yangilik. Keyin bolalar nima desam? K9 bor. Bu o'sha K9 akkaunti. Faqat nima? Uni ana hozir men o'zimni qo'ydim desam chiqadi просто bir endi zaten game bırakmışlar kalmışlardı. Başta açmamıştı. Ben çünkü boya yakında taşıttım. İkinci mat onu gurunun joyiga borib ko'ramiz. Bola endi faqat ana biz gurunun joyiga boramiz. Xotirlanmayman. Faqatgina mana dalga ko'p ketadi. Yashil gul. Bu mancha zaharlimi? Boya bak yomon topib qo'ydim. Qayerda bo'ldi? Qumlik. Yana men bilan tilib tushdi. Zo'r joylashtirganman. Beta versiyon o'ynaganimda eski PUBG esimga tushadi. Keyin biza tekshirmagan narsamiz qolibdi-ku. Archamiz. Ya uning ya harom. Ya biteriz. Shu uchunmidi? Voy uning. Endi menimcha shunaqa bo'lsa. Nima qilmoq? Bo'lsa bolalar video shu joyda tugaydi. Chunki YouTube 1000 tadan oshmaganligi limit qo'yib qo'ygan 15 minutlik. Shu uchun men 15 minutlik bo'ladi. Unda hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Razer bo'ladi. Qisqa vaqt ichida sizlar bilan Razer bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar.